Muhabbat o'zi nima? Muhabbat oshiqlar umr mazmuni deb biladigan, ayrimlar uchun azob, biroq totli azob. Vafo ko'rmaganlar muhabbat yo'q narsa, muhabbatga ishonmayman deb yozg'irib ham qo'yishadi. Bundan bilinadiki, muhabbatga turli taqdir sohibalari amin bo'lamiz. Oshiq uchun muhabbat mangu bor. Ba'zan yor bevafo yoki berahm bo'lishi ham mumkin xolos. Muhabbatni sevib qoldim, ko'nglimda muhabbat uyg'ondi, ishqim tushdi kabi jumlalar bilan izhor qiladilar. Biroq sevgi, muhabbat, ishq deganlari bir narsamikin? Ingliz tilida love, nemischada liebe, lotinchada amor, ruschada lyubov deb nomlanadigan tuyg'uga nisbatan o'zbek tilida sevgi, muhabbat, ishq so'zlari qo'llaniladi. Biroq bu so'zlar ayrim jihatlari bilan o'zaro farqlanar ekan. Sevgi bir qalbda bo'lsa, muhabbat ikki qalb o'rtasida bo'lishini ta'kidlanadi. Siz kimnidir sevsangiz lekin u sizni sevmasa ham sevgi haqida gapirishimiz mumkin. Biroq muhabbat so'zi ikki qalb bir-birini sevgani holatlarda ishlatiladi. Sevgi so'zi o'zbekcha, ya'ni turkiy bo'lsa-da, muhabbat arab tilidan o'zlashgan. Manbalarda muhabbat so'zi hub, ya'ni xum so'zidan olingani aytiladi. Xum to'lsa, uning ichiga boshqa narsalar solib bo'lmaganidek, qalbda muhabbat bo'lsa, boshqa kishiga joy qolmaydi. Sharq yulduzi jurnalida bosilgan bir maqolada shunday deyiladi. Yana boshqa ba'zilar muhabbat so'zining hab, don so'zidan kelib chiqqani to'g'risida fikr bildirishadi. Jumladan xob so'zi to'g'risida har bir mag'izli narsaning doni bor, deydilar. Bundan kelib chiqib yurakning o'rtasini habbatul qalb, yurak doni deydilar va do'st, ya'ni sevgili, suyukli, mahbub, ma'shuq o'sha joydan o'tsa, shuni muhabbat deb aytadilar. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Kundalik hayotda ham biz bu ikki tushunchani farqlaymizmi? Bu quyidagi ikkita tushuncha haqida she'rlar mavjud. Sevgi. Sevgi sevgi der ekan, sevgi tilni yer ekan. Qizga mehring berguncha, muzga bag'ring ber ekan. Muhabbat. Muhabbat ey go'zal iztirob, ey ko'hna dard, ey ko'hna tuyg'u, ko'kragimga qo'lingni tirab, yuragimni to'kib qo'yding-ku. Bu satrlardan ko'rinadiki, biz sevgi va muhabbat tushunchalarini deyarli farqlay olmaymiz. Lekin muhabbat negadir sevgidan ko'ra kengroq va yukli tushunchadek tuyulaveradi. Endi oshiq, ma'shuqa, ushoq so'zlari asosi bo'lmuş ishq haqida gaplashsak. Ishq so'zi arabcha ashaqa, ya'ni chirmovoq o'tdan olingan. Chirmovoq daraxtga chirmashib, unga ziyon yetkazadi. Oxir-oqibat quritadi. Ishq bir dard bo'lib, u odamning fikr-yodini, o'y-xayolini chirmab qoladi. Kuni kelib kasal qiladi. Bu ma'lumotlarni o'qiy turib bexos Majnunni eslagan bo'lsangiz ajab emas. Binoyidek qays ishq domiga tushib Majnunga aylandi qoldi. Laylani har ko'rganda xushdan ketib qolishlari, Laylidan boshqa narsani aytmasligi, sahroda hayvonlar bilan do'st tutinishi, ularning hammasi ishq sevgi muhabbatdan yuqoriroq darajada ekanligini anglatadi. Hozirgi kunda ayrimlar sevgini shunchaki o'yin bilmoqda. O'ziga biroz yoqqan insoniga sevgi bildirib, chin dildan sevgan insonni kuydirib ketishmoqda. Nima ham derdik, baribir bevafo yo'llar uchrab turadi dunyoda.